Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga ayam muborak bo'lsin. 8-may yakshanba jamoat birlikda oyamlashib, didorlashib, chanqigan dillar mehrlarga to'lsin. Hammalarni 8-may yakshanba Shista taraf zalida ayamlik didorlashga taklif qilamiz. Vaqti soat 1:30da. İnşallah görüşümüz. Aman bo'lg'aylar. Assalomu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlarimiz. Hammamizning ulug' ro'za hayitimizga muborak bo'lsin. Muhtaram jamoat, hammalarni oldimizdagi yakshanba kuni soat 1:30da Shista taraf lokalida ro'za hayit dasturxonimizga taklif qilamiz. Marhamat, hammalarni kutamiz. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi yaşayotgan aziz qarindoshlar. Hammanglarning oyingiz muborak bo'lsin. Shvetsiyada yaşayotgan barliq qarindoshlarimizni 5-ayning 8-kuni Stokgolmda o'tkazilgan hayitlik faoliyatimizni taklif qilamiz. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Shvetsiyada yaşayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlarim, hammanglarning ro'za hayiti muborak bo'lsin. Cenab-ı Allah hemmimizden 30 gün Ramazan ayida kılgan barlık taat ibadetlerimizni kabul kılgın nasip olsun. Hem bütün dünyadaki Uygur qarindoshlarımızga xotirjamlik ata qilsin. Hürmetlik qarindoshlarım, biz 5-ayning 8-kuni Shista'da Shvetsiyada yaşayotgan barliq Uygur qarindoshlar uchun ro'za hayitlik dasturxon hazırladık. Barliq qarindoshlarımızning qadam tashrif qilishini qizg'in qarshi olamiz. Assalomu alaykum barliq Shvetsiyada yashayotgan qarindoshlar. Ro'za hayitinglar muborak bo'lsin. Va tutgan ro'zalaringlar qabul qilsin Alloh. Biz Shvetsiya Uyg'ur birligi 8-may yakshanba kuni soat 1:30da Shista tarafda o'sha hayit dasturxonni yaymoqchi. Shunga hammalarni kelib dasturxonimizga egilib ketishinglarni so'raymiz.